ichi mast bo'lib yurgan odam qatta hamma yermay qiladi. Buni qara deydi. Zapis qiladi, ne qilib zapis qilib bir Xudodan qo'rqmaydigan odam o'zi internetga tarqatadi. Birovni kim ustidan kulsa, Rasululloh hadislar bor. To o'sha holatga tushmagungacha o'lmaydi deganlar. Chunki kulmaylik biz o masalan ichib araqda og'anayotgan odam o'tib ketmang, keling, ko'taring, olib chiqing, mashinangizga yuklang, uyga olib boring. Toyinki ayttamman deb o'ziga kelib, qatta edim men, shu axlatxonada yotgan ekansiz, musorlar ichida. Kim olib keldi meni? Palonchi G'ulomjon masjidga ketgan ekan, siz ko'rib qopti. Mashinasiga yuklab tashab ketdi desa, islom marshi bo'ladi azizlar. Hali odam mehri ochadimi musulmonga? Biz o'zimizcha chala taqvodorlar bor-da. Bu deydi, bir kun bitta o'rtog'i shu jumada ham aytib berdim. Endi oshna 12-15 kunda ko'rishadi. Oshna qalaysan, qo'lingni tor debdi. Nimaga sen namoz o'qimaysan? Ahmoq. Ahmoqda shunaqa chala taqvodorlar bor. Dinni to'liq bilmasdan taqvodor bo'lgan o'zicha. Nabarot quchoqlashib ko'rish senga mehr olsin. O'sha yerda xuddi shuni aytdim men. Kelasi tuflisini to'g'rilab qo'y, zo'r muomala qil. Ki senga mehr olsin.